qo'llanmalar tavsiya farqi tavsiyaniki darajada yuzaga keltirilgan bob yuzasidan 3 ta bob hamma uning qismlari kirish qismi umumiy bet 21 bet bo'lyapti. Mana bu kirish qismida to'liq yoritilgan va aynan birinchi bobiga e'tibor bering. Birinchi bobda o'zida ham qismlarga bo'lingan holatda kengaytirilgan holatda bir metodni bir necha mavzularda qo'llangan holatda tavsiya qilishingiz metodik ishda ko'rsatib berishingiz kerak. Misol uchun aynan shu 3-bobida ko'rsatilgan bir mavzuda metodikasini yoritib tajribaga shu tarzda amaliy dars ishlanmasi tartibida yoritib to'liq batafsil ma'lumotlar berib ko'rsatib keladi. Aynan metodik tavsiyaga qaysi metod qo'llab tavsiya qilyapti shu yuzasidan to'liq ko'rsatma beryapti. Bunda qo'shimcha ilova tarzda buyruqda ko'rsatilgan ilova qilish keltirsa agar bor bo'lsa degan ilova deb nimani keltirishingiz mumkin. Dars jarayonida qo'llagan metodlarni tarqatma materiallarni yoki amaliy mashg'ulotda bajargan ishlarini ko'rsatma qilib berishi mumkin. Ishlarda bajarganligini xulosa qismida umumiy keltirilmayapti. Ish davomida nimalarga e'tibor beryapti. O'zini ilg'or ish tajribasida qanday metodlardan foydalanyapti, qanday usullar orqali o'quvchilarni o'zini darsda olgan bilimni samaradorligiga erishish uchun qanday yo'l tutganligini boshqa o'qituvchilarga tavsiya tarzida namunasini keltiryapti. Aynan shu metodlarni boshqa bir necha mavzularda qo'llab keltirilgani bu metodik qo'llanma yuzasidan aynan bu boblar ko'payishi yoki bobning qismlari ko'payishi va o'shanga qarab betlar soni ko'payishi metodik qo'llanmani tarafi bo'ladi. Tushuncha hosil bo'ldimi? Baribir o'zingiz metodik qo'llanma tarafida ish qilyapsiz, shunday tarzda yoritilishi mumkin. Ana endi biz bir narsani aytib o'tishimiz kerak sizga. Hozirgi kunda bizda vazirligimiz tomonidan amalga oshirishda buyruq o'zgartirildi. Yangi tartibda buyruq bo'yicha sizga tushunchani berib o'tsam, aynan qanday holatda biz ishni qilib chiqishimiz mumkin. Vebinarda ma'lumotlarni